Assalomu alaykum barchaga. Orada ancha katta tanaffus bo'ldi. Darslarni davom etamiz. Xo'sh, biz oldin shu panaldagi funksiyalarni o'rgangandik. Endi bunisini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, o'sishni kriv xullas kesadi bu. Bizga kerak bo'lmagan qismlarni kesib tashlash uchun. Masalan, chizmada boshqacha ketgan joylarini bizga kerak bo'lmagan qismlarni kesadi. Keyingisi shu amalga teskarisi kesilgan qismni to'siqqa bo'lgan joyga davom ettiradi. Va to'siq bo'lishi kerak. Agar to'siq bo'lmasa davom etmaydi. Shunday ketgan bo'lsa, o'chirdik, davom ettiradi. Qayoqqa bo'lsa ham aylana bo'lsa ham davom ettirishi mumkin. To'ldirib qo'yadi. Keyingisi, xo'sh, agar hozir bu mana yaxlitda chizib, yaxlitda buni bizga mashtadan kesib olinishi kerak bo'lsa, shu funksiyadan foydalansak bo'ladi. Shu joyini tanlasak, mana alohida kesib olib beradi bizga. Xo'sh, bu chiziqni koordinatasini o'zgartirish uchun kerak bo'lgan funksiya. Tanlab, shu chiziqni aynan bir nuqtasini tanlab olamiz. Shu nuqtaga nisbatan koordinata qo'yiladi. Masalan, 20 ga 20 koordinata belgilasak, aynan shu nuqtadan 20 ga 20 koordinataga ko'chirib berdi bizni chizig'imizni. Keyingisi bu burib beradi. Burchakka, istalgan burchakka. Shu chiziq endi 90 gradus yoki 45 gradusga burilishi kerak bo'lsa, kerakli nuqtasini tanlab yozamiz. 90 gradusga yo 45 gradusga burilishi kerak bo'lsa, burib beradi. Ixtiyoriy chizma, ixtiyoriy detalda shuni o'zini tanlab, mana 90 gradusga burib olsak bo'ladi. Bu nusxalab beradi. Masalan, bitta o'qitisi o'tgan bo'lsa, buni o'xshi belgilab, shu orqali shu chiziqqa nisbatan kopiyasini o'tkazib qo'yishimiz mumkin. Keyingisi masalan bizda bitta aylana qilaylik. Shuni tepasida bitta aylanacha bo'lsin. Shu aylanani men bir nechta qilmoqchiman. Kopiya qilib shu funksiya orqali amalga oshirsak bo'ladi. Birinchisi u ixtiyoriy joyga nusxalab ketaveradi. Shuni olib kelib qo'yib nusxalab ketsak bo'ladi.
burchakni o'zgartirib, masalan 90 gradusga olib qo'ysak, mana shu markazga nisbatan bir xil masofada 90 chiqadi. Qo'yamiz. Rejasini pastga keladi. Ishimizni osonlashtirish uchun bunisidan foydalansak bo'ladi. Xuddi shu aylana bo'yicha bizga nechta aylanachalar kerak bo'lsa, sonini qo'ysak, 6 tami, 7 tami. Bu bir xil gradusda, bu esa biz belgilagan ixtiyoriy gradus bo'yicha 90 gradus qilsam 90 gradusda qo'yib beradi. 60 gradus bo'lsa 60 gradusda, 30 gradusdan bo'lsa 30 gradusdan bir xilda qo'yib beradi. Kopiyalab nusxalab beradi. Bunisi shu chiziq liniya bo'yicha ekan. Bizga masalan shundan 6 ta nusxa kerak desak, mana shu chiziqqa nisbatan 50 masofa tashlab nusxalab beryapti. 6 ta aylanacha. 10 bo'lsin desak, mana orasi ekan bu. Shu bir xil masofada nusxalab beryapti. Mana bu holatdan so'rayveradi. Joylashuvlarni o'zgartirsak bo'ladi. Aylanadan uzoqroq, yaqinroq. Shunday. Burchak o'zgargan sari aylanadan uzoqlashib yoki pasayib borar ekan. Xo'sh, bunisi endi bir xil setka bo'yicha ketyapti mana. O'zi aytgani bo'yicha. Belgilamasak mana. Nechta nusxa agar masalan mana shu ko'pgina ichi to'la bo'lsa, to'rtburchak, rombmi, aylanami, ichini to'ldirib olsak bo'ladi. Masalan, orasidagi masofani o'zgartirsak bo'ladi. 40 qilsak, eniga, bu yoqni o'zgartirsak, tomoniga o'syapti mana. Sonini ko'paytirsak bo'ladi. 6 taga 6 ta o'zimizga kerak bo'lgancha solib bo'ladi. 90 gradus qilsam 4 burchak kvadrat olib qolish mumkin. Shunday. Masshtab hamma bilganda oddiy masshtabni o'zgartiramiz. Kerakli bo'lgan. Masalan shu menga 1,5 barobar kattalashni olasam, 1,5 qilib markazga bitta bo'lsam 1,5 barobar kattayadi. 2 barobar kattalashni olasam 2 barobar kattayadi. O'zimizga kerakli masshtabga qo'yib olishimiz mumkin. Bu funksiyaga ishim tushmagan, lekin shu yuzani tanlab turib shuni pastiga o'zgartirsa bo'lar ekan. Buni ham joyi chiqadi ishlatganda. Endi o'lchamlarga kelsak, keyingi bo'limi o'lchovlar bo'yicha. Masalan, qanday shakl bo'lsa bizda unga o'lcham berish kerak. Avtorazmer tanlaymiz. Bizga kerakli bo'lgan masofani qo'ysak, o'zi
o'sha masofa qanchaligini chiqaraveradi. 108 ekan mana. 108 mm. Bu yerdan bu yergacha. Tomoniga 206 chiqyapti mana. Aylanaga razmer berishchi, mana aylanaga shuni o'zidan razmer chiqib qoladi mana. Yoki alohida mana aylana uchun diametr razmer berish bor. Yoki radiusiga nisbatan tizimini. Buni holatini o'zgartirsak bo'ladi. Chiziqni ustiga 2 marta bosib, bir marta bosib yetar ekan mana. Shu joydan o'zgartirib mana qulay qilsak bo'ladi. Chiroyli turadi. Tekis chiziq turgandan ko'ra. Bu yerini shuni tomon tanlab aylantirib qo'ysak bo'ladi. O'zimizga kerakli tomonga. Bu yoqqa yoki bu yoqqa. O'zi mana diametr yoki radius belgisi chiqib qolyapti. Yana shu narsaga e'tibor berib ketinglar. Masalan, avval yonboshdan ko'rinishi masalan silindr simon detallar tekis bo'ladi-yu. To'rtburchakka o'xshab tuyuladi. O'rtasida masalan o'qitishga ketgan bo'lsa, bu val yoki aylanish tizimligini bildiradi. Tomoniga razmer berganda ustiga raqam ustiga 2 marta bossak mana funksiya ochiladi. Mana bu pustoy tursin ketay deyapti. Diametrda bossak mana shu aylana, ya'ni tomonlar jismligini bildiradi. Buni bosib qo'ysak bu kvadratligini bildiradi. Mana kvadrat hamma tomon teng degani yoki to'rtburchak degani. Buni bossak mana r bu radiusligini bildiradi. Bu m harfi endi bu rezbalar uchun uni keyin o'tamiz. Keyin tushuntirib ketaman. Qolgan funksiyalar hozircha bizga kerak emas. Xo'sh, bu bitta razmer emas, bir qo'lda qo'yib ketadi. Masalan, bunga aylanaga razmer qo'yib bo'lmaydi bunda. Avtorazmer burchak, faska yoki shunday aylanalarga avtomatik razmer berib ketadi. Bunda o'zimiz faqat shu tomonlarga, mana masofalarga qo'yib chiqamiz. Avtorazmerda faqat masalan bunday qilishda iloji yo'q. Masalan, aynan masofalarda kerakli shu oraliqlarda yoki bir nuqtadan ikkinchi nuqtagacha bo'lgan joylar belgilab ketadi. Bunda xohlagan nuqtamizni belgilab masofasini chiqarib olsak bo'ladi. Bu endi strelka. Masalan, belgilab qo'ysak bo'ladi. Ustiga harf yozib, masalan, A tomon yoki A ko'rinish degan ma'noda. Agar burchakli joylarni o'lchash kerak bo'lsa, mana uglovoy razmer ikkita tomon tanlasak, mana o'zi avtomatik burchak kelib chiqadi. Tomon tanlayapti. Oraliq tanlasak, orasi kelib chiqadi. Tomon tanlasak, 90 gradus kelib chiqadi. Buni orasini o'lchasak ham bo'ladi mana. Shunday o'lchab ketaveramiz. Bunisi endi boyagi strelga faqat masalan raqamlab ketishimiz mumkin. Bu tomon nima, bu yeri nima, shunga kerak bo'lishi mumkin. Belgilaymiz. Bu birinchi deymiz. Endi masalan xuddi shu joy ham birinchi bo'lsa, shu uch burchak turgan joyini belgilab olib kelib qo'yishimiz mumkin. Raqamlab ketishimiz mumkin. Yoki harf. Masalan, bu biz ona yoki shunga o'xshash nimadir. Raqamlashda odatda asosan shunisi ishlatiladi.
bu nuqta qo'yadi. Bu birinchi, bu ikkinchi o'zi avtomatik qo'yib ketyapti mana. Endi mana shu ikkalasi ham 3 demoqchi bo'lsak, belgilab qo'ysak mana. Shunda o'zi avtomatik belgilab raqamni qo'yib ketadi. Bitta mexanizm bo'lsa, bir nechta detaldan tashkil topgan bo'lsa, birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qismda belgilab ketishimiz mumkin. Keyingisi bular endi 3D ga o'tganda kerak bo'ladi. Hozir baribir ishlamaydi. 2D ni o'zida bo'lgan hisobiga. Bu endi yuza tozaligi, masalan, valga yarim, yuza tozaligi 2,5 bo'lishi kerak bo'lsa 2,5 qo'yib ketishimiz mumkin. Shunday yuza tozaliklari. Masalan, bular endi o'qdan og'ish, masalan, diametr o'qdan og'ish aniqligi masalan 0,1 bo'lsin desa, shu joylarni belgilab ketsa bo'ladi. O'qdan og'ish aniqligi deganda buguncha shular. Keyingi darsdan chizma chizishni o'rganib ketamiz. Qolgan qismlarda shuni o'zida chizma chizganda o'rganib kerakli qismlarni o'rganib ketamiz. Bundan buyog'iga